Eshitish yaxshi, og'riq yo'q. Shu qulog'im eshitish pasida cho'milsam, suv kirsa og'riyardi. O'zimizda Farg'ona viloyatida lor doktorlarga ko'rinib turardim. Menga ular chetda Toshkent shahrida lor sentrda Shavkat akani tavsiya qilishdi. Bu yerga keldim. Ular tekshirishdi, meni operatsiya qilishdi. Operatsiyada og'riqlar sezmadim, yaxshi bo'ldi. Hozir mana eshitishim ancha yaxshi. Bemorimiz 28 yoshdalar, Farg'ona viloyatidan. 6 oy oldin ikki tomonlama eshitish pasayishdan shikoyat keluvdilar. Demak, chap tomonni endoskopik timpanoplastika bajarganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldilar, bitta ko'ramiz. Demak, mana pardani holati, qon tomiri o'sgan, ideal holatda. O'rtasida katta defekti bor edi ba'mutda. Defekt yo'qolgan, qon tomiri o'sib, o'zinikidek aslidek bo'lib turibdi. Juda ham zo'r, alhamdulillah. Eshitish yaxshilangan, ha? Eshitishlar. Ancha o'zgargan. O'zgardi. Yaxshi, alhamdulillah. Endi bu yoqqa bemalol bu quloqqa suv kirsa, qulog'ingiz oqmaydi. Hech qanaqa shamollab qolmaydi, chunki parda butunlay tiklangan. Endi o'ng quloqni operatsiya qildirsangiz, xudo xolasa bemalol basseynga kalla otsangiz bo'ladi ekan. Xudo xolasa. Rahmat sizlarga aka. Sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Sizda va yaqinlaringizda quloqda muammo bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling.